108 Minecraft va bugungi videoda biz sizlar bilan blokli olam 3-chi qism. Xullas, menimcha 2 yoki 3-chi qism bu. Va bugun sizlar bilan biz nima qilamiz? Xullas, bugun sizlar bilan ya'nidagi sandiqchalik orolga boramiz va obsidianli kuchaytirilgan orolchaga ham o'tamiz. Va u orolchaga borish uchun bizning maqsad, ya'ni uni shokis qo'yaraman desam, shu videoda qo'shib olamiz. Va bizda hozir birinchi level atiga va borish uchun birinchi no taxtani qo'yib bo'lmaydi, taxtani o'zini taxtani ma'lum qilib olish kerak. Bunda ay nima deydi? Ana joylagan shokisini topdilar. Oy o'ynachilar, bu yerda nima bor? Hech balo yo'qmi bu yerda? Mayli. Zo'rdim. Bu yerda hech balo qo'ymagan ekanman men. Hozircha boshidan omadli keldi. Yo'q. Bitta narsa bormi? Xudoga shukr. Mantiqqa boqdim ketdi. Nima qildi anu? Hozir nima qildi? Yigisi kelib qopti o'xshay, qaysi nima qilchalani. Qani o'sha? Shunday aksamga uxlatishdi. Cho'mayman ko'zim. Xullas, obunachilar, men tushundim. U bitta yoshini olmagan ekan. Blok to'plashimiz kerak, bizning maqsad shunda. Yo'q, xato o'ldikmi? Vay dedi. Ama blok tashlaymiz. Epic. Demak, mana bu yoqqa borganmiz. Bizga bizga blok kerak ko'proq. Hozir 8 tagina blogimiz bor. 10 tagi maxluqlarni yo'q. Qanday yo'q qilamiz? Mana o'sha unga ko'proq taxta kerak bo'ladi. Yog'och qo'llaymiz deb. Buni o'tkazlasam deyman. Bu videoda menga chiqib ketdi. Bu videoda menga like bu 200 like chiqish kerak shu videoda. Bayan mana samni chiqib qo'ydim, yiqilib ketdim. Yo'q, yana chiqib ketdi. Blok yo'lam shu yerda tugaydi. Va hademay uning o'yinlari ham tugab qoladi. Ekan bular. Ya'ni sabziyman bilan ekan derdim. Do'stimga. Xullas, u bilan partizatsiyasi. Hatto o'ynagandan keyin uning o'yinlari o'zi tugaydi. Unga ham hademay nima desam bo'ladi? Unga ham hademay vaqt topib video olamiz. Stop, olib olay. Qanday chiqamiz? Uchib chiqamiz. Davay, endi mana qasiga bir yana 3 ta sindirib olam. Xullas, men shu yil ya'ni yanvar oxirigacha 20 tani rejalashtirib qo'yganman.
va yaxshigina ko'p video chalayam. Lan man uchun obuna bo'lib qo'yinglar, конечно. Давай bloklarni sindiramiz. Biz nasıl başla? To'rttadan ikkita chiqdi. To'rtta blok desak bo'ladi-ku. Vay. No. O'zi yasaganmiz. Mazza qilib o'ynaymiz. Dikka. Mana qilamiz-da. Xullas, endi shu bilan maqsad bo'ladi. Davol tushib ketadimi yana? Masalan, olamiz. Chunki ertaga borishga bilmadim, 70 blok kerak bo'ladimi, 60 blok kerak bo'ladimi? Chunki qanchagina blok olib qo'yaman hozirdan. Endigina olmos aslaha kelishgandimda uxlatishdimga ham. Men masalan sochlar ijod yana topib qolgan. Boshqa yo'q. Hech qayerda yo'q. Chiqarish kerak haqida. Bittasi qolamiz. Taxtalarni men cho'pga olganman. Qani tezlasamiz va bu ikkita yasaganman. Böyle qoladi boshqasiga. Buni to'g'rilash kerak. Yana 8 bor. Bemalol aslahani yasavsa bo'ladi. Demak, bu. Ana. Boshdan oyoq temir soat. Davay, endi bizda do'ppi nechta blok bor shunda? Kam ekan. Kam ekan-ku. Yana shunday kerak. Давай. Stop. Mana bu yoqda tagiga ham adashmasam net bo'lib bo'lgan lekin. Yo'q ekan bu. Sizga bo'ldi va obuna bo'lib qo'yinglar chunki bu bizga 16 ta qoldi. 16 ta uchun muammo emas. Böyle. No, buna kerak. Yo, juda ham katta narsaga kerak. Ya'ni obsidianni otaga boks uchun kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar blogiram. Hech kerak bo'lmaydi. Bundan bo'lmaydigan narsa. Mana maqsadim kerak. Va endi 9 daqiqa bo'ldi allaqachon. Va bizda yaxshigina ko'p blok bor deb o'ylayman. Yaramas o'ylayman hali. Qilishda bo'ldi, 3tasini ochib ishlatish kerak. Çıkıyoruz kaybetten tezgah. No! Biraz çoğalgan ki yok. Hadi bunun içine çıkamız ve çık! Ma çıkıyor. Mana endi. Bo'ldiykan-ku. Shunga shunchami?
Buncha joy yo'qlagan ekan bizga. Davay, qulatib qo'yamiz orqaga. Va bu shu oydagi, ya'ni 5 ta videoni menimcha bu ikkinchisi bo'ladi, chunki qishloq topish usullaridan keyin bu keyingi videoda undan keyingi. Demak, men shu ichida 5 ta video chiqardim uchun aytmoqchi, soat hisoblanmaydi. Soat ya'ni to'rtta 5 ta chiqarib olaman deyman. Bittagina taxtamiz bor. Zaten shuncha vlog bor endi. Nimada qilsa bo'larkan? 23 ta men bittaga almashtirmayman, Xullas shu bilan menimcha mana shu eng yaqin joy. Voh. Ketaylik-ku. Davay qilishni boshlaymiz. Lekin bunaqasi o'lib ketadi odam. Va shu uchun mana bu tizimni yoqib olamiz. Boy. No, get, please. Hozir yig'ish bostirman ham obunachilar. Xullas ertaga xutbagandan keyin ko'rsataman sizlarga. Obunachilar o'lib qoldi, yana ketdim. Nima qilamiz endi? Xullas video